Mashalloh. Assalomu alaykum, hurmatli Ferma.uz obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Ferma.uzning ashaddiy obunachilari uchun xudo xolasa maxsus video beryapmiz. Videoni nomini "O'ldim kuydan" degan video bo'ladi. Joning sog' bo'lsin. Xudo xolasa assortimentlar ko'p ekan. Semental ishqibozlarga semental, Galishtin, Shves, German shvet. Mana yana rossiyskiy, o'zimizni Savay, qirg'iz shvetlardan ham bor ekan. Xudo xolasa hammasini ko'rib yoritib beramiz. Albatta, havas qilganlar mana shunaqa bittadan mana shunaqa like deb bosib qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani Qo'rg'onchasi Soypak ham uydan bo'lyapti. Obunachilar xudo xolasa hammasini narx-navosi bilan kelishtirib, birma-bir aytib beramiz. Nomerlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar o'zlaring. Suti bor bo'g'oz bo'lsin deganlar, suti bor bo'g'ozimiz ham bor. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like deb bosib tursalar, xudo xolasa bundan-da zo'rlan qilib beramiz. Instagram kanalimizda ham obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Ferma.uz deb qidirsalar Instagramda ham chiqadi. Obunachilar sizlar vaqtlaring ko'p olmasdan videomiz boshlaydi bo'lmasa, xudo xolasa birinchi bo'lib mana bunaqa Galishtinni zo'rani olaman degani bormi? Galishtinni zo'rani olaman degani. Obunachilar bu rossiyskiy emas, shoka bor xolos. Rossiyskiy emas. Keyin bu привозной, yetuk bo'g'oz. Xudo xolasa bir 15 kunligi qolgan. Mana. O'zlaring bilsalar mana. Joning sog' bo'lsin, привозной. Qayda beri? Turarsiz. Привозной. Menimcha 3-qoringa bo'g'oz, yetuk bo'g'oz. Joning sog' bo'lsin. Molni haqiqiy sut yo'nalishida zo'rani olaman degan aka-ukalarimizga. Cha. Bo'ylari 1.45 tepasida. 1.50 ga borib bormayashda o'ynaydi. 46 million kami bor. 46 million kami bor. Narx qaranglar, bomba narx. Bunaqa narxlar topolmaysizlar deydi-yu. Bomba narx. Narxlar o'ta bomba bo'ladi bugun, xudo xolasa. Obunachilar mana ikkinchi Galishtinni. Toza Galishtin friz. Ikkinchi qoringa yetuk bo'g'oz. 30 litr sutga garantiyasi bilan berilaveradi. 4 yilniga 4 tuttamida muammosi yo'q. Bo'ylar 1.50 tepasida. 1.50 pastda bas. Ikkinchi qoringa haqiqiy sut yo'nalishida yorvoration degan molda. Narxi 48 million kami bor. 48 millionga Samarqandga yetkazib beriladi. Shu narxda ichida 48 milliongacha dastavkasi bor. Joning sog' bo'lsin. Yurishlarini qaranglar buni. Yetuk bo'g'oz, xudo xolasa kunligiga qoldi. Kunligi 15 kunda, uzog'i 15 kun, bo'lmasa 10 kunda tug'adi. Shu joyiga mana shunaqa bitta like bosib qo'yamiz deganlar. German shvetga beramiz, navbat. Tishlari 4 dona, birinchi qoringa. Molni bo'yi 1.55 chiqsa kerak, xudo xolasa. Turishlarini qaranglar buni, mashalloh. Havas qilganlar bormi? Birinchi qoringa. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz, birinchi qorin. Narxi ham o'ziga yarasha bo'ladi. Qonlari xudo xolasa yaxshi. Tekshirib olaverasizlar, qonlarida hech qaysi muammosi yo'q. Tekshirib olinaveradi qonlari ham. Narxi 60 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Bu mol. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida 60 millionga. Birinchi qoringa tug'adi. Tishlari 4 dona. Molni живой vesi ham bilinma, xudo xolasa. Kami 800 kilo kelsa kerak, kamida. Bo'lmasa 900 kiloga bormaydi. Keyingi mollarga ko'rsatib beramiz. Samarqandlik akalarimiz shvetlar. Yana shvetlar arzondan bor, bir dona. Ketdik. Navbat sementalga. Sementalimizdan привозной. Narxi arzon, uni qimmat emas. Narxi qimmat emas. Yetuk bo'g'oz. Uzog'i xudo xolasa 1 oy. Uzog'i tug'ishga tay solyapti. Qaysi? Menimcha xudo xolasa German bo'lsa kerak. German shekilli. Narx 48 million so'm kami bor. 4 yilniga 4 tutamiga qoniga javob beriladi. Kelib sheti tekshirib olasizlar. Doktorlar ham kelib tuyog'larni hamma yo'g'ini muammosi, hech qayta muammosi yo'q. Bu oldi bo'y 1.5 tepasida. Pastida emas, 1.5 tepasida. Tug'adi, xudo xolasa. Choy. 48 million. Buni ham dastavkasi Samarqandgacha. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari ham bor. Tojikiston, Qirg'izistonga ham kelishlar narxlar. Привозной sementalimiz bor. Xudo xolasa keyingi mollarimizni ko'rsatib beraman. Mashalloh. Obunachilar.
Ketdim. Shveddan boshlaylik. Shvedimiz ta. Jim. 35 million kami bor. Narxini boshida aytaylik. 2 oyda tug'adi, 35 million kami bor. 7 oylik bo'g'oz. Molni bo'yi 1.35 tepasida bo'lsa kerak, xudo xolasa. 1.40 ga borib-bormay o'ynaydi. Joning sog' bo'lsin. Mana Shved so'ragan ukalarimiz. Bu lekin German emas. Bu Qirg'iziston Shved. O'zimiz Sabay Qirg'iziston Shvedlaridan bu. 2 oyda tug'adi. 35 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Samarqandgacha yetkazib berilaveradi. Turishini qaranglar, bular. Joning sog' bo'lsin. Albatta, mehnatlarimiz uchun mana shunaqa bitta like bosib, kommentariy o'z fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Bitta mentalimiz bilan bitta rossiyskiy mikrofon. Voh. Voy, joning sog' bo'lsin. Turishini qaranglar buni. Kallasini o'zi $1000 deydi. Mana shunaqa joy ekan mana. Obunachilar, narxi 50 million so'm kami bor. Narxi 50 million kami bor. 5 oydan o'tgan bo'g'oz 10 litr sutga garantiyasi bilan beriladi. Hech qayerdan muammosi yo'q, joning sog' bo'lgurdi. Bitta yurish turishini ko'rsatib beraylik. O'ynab turibdi, jikkillab. Mollar. O'ynab turibdi. Semental, toza semental so'ragan ukalarimiz. Kallalar qaranglar, turishlarni. Joning sog' bo'lsin. Joning sog' bo'lsin. Obunachilar, bu mollar tugab qolsa yana bor. Har xil mollardan bor. Shvedlar ham xohlasa ko'p. Ichkarida ham ko'p. Semental deysizlarmi, shvedmi? Hamma moldan bor. Hammasidan bor, xudo xolasa. Muammosi yo'q. Bu rossiyskiydi. Tozasini olaman degan aka-ukalarimizga. Rossiyskiydi, tozasi mana bunaqa bo'ladi, mana. 5 oydan o'tgan bo'g'oz, ham suti bor. Qo'shma egizaylik. Bollari ham bor. Hadash bollarni qo'shma egizaylik. So'ragan aka-ukalarimizga. Narxi ham arzon bo'lmaydi. Narx arzon bo'lmaydi. 5 oydan o'tgan bo'g'oz suti bor, sutini bo'zaylayapti, qo'shma egizaylik. Enalar mana shu bo'zaychalarni enalarni videolarigacha bor. Mana bu molning enasi ham hazil aka mol bas, gigant mol edi. Xonaji ikkalasi ham. Toza galishtin. Bu rossiyskiy mol, lekin bular galishtin. Aytaman, qo'shma egizaylik. Joning sog' bo'lsin. Mol, o'nachi so'skalarni qaranglar buni. Hay joningdan. Lekin bo'zaylar sotilmaydi. Ena bola sotiladi. Ena bola sotiladi. Moh. Mana. Bunisi ham gibrid. Gibrid. Qoshlari oq. Semental bilan galishtin chachishgan gibrid. Enasini ham videosi bor bulardi. Obunachilar, mabodo zotini surishtirgan ukalarimiz bo'lsa, bor enalar videolar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa sizlar vaqtdan ko'p olmaymiz. Ichkarida ham mollarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib kelinaveradi. Muammosi yo'q. Albatta, har doimgidek havas qilgan like deb gumbillatib bosinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Paddeshkani to'xtamaysizlar.